Ekşimizden devamı köydürülüştüğün guman kıldı. Demek köydürüp ettim degenin yalgan demekçi boldu. Bezler guman kıldı deydi. Lekin Govingoyla ta'kidleydigini korkuşning darajasi qanchalik? Ni his qilish edi. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerikada yo'shinib turgan, ya'ni sukutda turgan zapas kuchlarni harakatga keltirib, meni, ya'ni Govingoyni to'smoqchi bo'ldi. Hadisanda nutq so'zlashaklangan shu kuni dal Jungo davlat mahkamasining a'zosi, Jungo Saqchi ministerligining ministeri Go'shinkun Amerikaga kelib, Amerika Qo'shma Shtatlarining adliya ministeri bilan Amerika Jungo qonun ijro qilish va torbat bexatarligi suhbati o'tkazayotgan chaq edi. Xabarlarga asoslanganda bu qatimqi suhbat ikki tarafning qonun ijro qilish jihati ixtiloflarga berib chetalatdi. Ikki taraf ko'chmanlar masalasi va qochib kelganlar masalasini ochiq, yo'riq muhokama qilishdi. Amerika ovozining xabarlardan naql keltirgan bir nafar kishining aytishicha, Jungo taraf bu qatimqi suhbatda Govingoyni Amerika tarafining Jungoga o'tkazib berish masalasini o'ttirga qo'ygan. Bu suhbat Washingtonda bo'lib o'tadi. Govingoycha Amerika davlatning xalqaro muxbirlar klubida nutq so'zlab o'tadi. Suhbat 4-kuni boshlandi. Govingoy 5-kuni nutq so'zlash faoliyatini boshladi. Amerika davlat mahkamasining bayonotchisi muxbirlarning savoliga javob berganda mundaq ko'rsatdi. 10-ayning 4-kuni Amerika Jungo suhbatida Govingoy masalasi o'tirib qo'yildimi yo'q? Bu xildagi masalalarni muhokama qilish Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya ministerligi bilan davlat bexatarligi ministerining ishi deb ko'rsatdi. Jungo hukumati Govingoyni qo'lga olish uchun Interpolga xalqaro qizil tutish buyrug'i chiqargan edi. Lekin Govingoy Amerikada o'zining plani bo'yicha harakat qilaverdi. Hodison tadqiqot instituti bilan suhbatlashish amaldan qoldirilgandan keyin Govingoy Washingtonda Amerikaning siyosiy arboblari bilan yuz ko'rishdi. Xalqaro muxbirlar klubida butun dunyo muxbirlariga axborot e'lon qildi. Jungo amaldorlarining xiyonatchiligi va chiriklashni davomli fosh qildi. Hamda nishonam Jungoni o'zgartish deb jakardi. Boshda nima dedi? Mustabid hokimiyatni og'dirish, nishonam Jungoni o'zgartish. O'tgan haftaning 4-kuni muxbirlarga axborot e'lon qilish yig'inida Wang Qishan jeti jamiyatining chet elga yo'tkab chiqib ketgan zo'r bir turkum boyligini ikkinchi qatim tilga elib qolmasdan kelgusida yana bir nafar amaldorni fosh qilganligidan xabar berdi. Ya'ni Jungoning muavin vaziri Liu Yandong ayol kishi oilasining xiyonatchilik ishlarini fosh qilishdan bishorat berdi. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Men mushundaq faoliyatlar orqali partiya qurultayi vakillariga tavlayapman. Sizlar davlat o'g'rilar guruhi tarafidan go'raga elinmanglar. Govingoy Washingtonda Amerika davlatlik xalqaro muxbirlar klubida axborot e'lon qilish oxirlashganda mundaq bir jumla so'z qildi. Qorong'ulik yaqin orada yetib keladi. Bu qoida bo'yicha tong nuri yaqin orada yetib keladi deyish kerak edi. Lekin bu istiforalik stilistik vositalar degandiki o'qitishni tong nuri yetib keladi deyishning o'rniga qorong'ulik pat orada yetib keladi deb oldimi qandaq? Lekin Govingoy qandaq o'yladi? Biz bu yerda bir nima demaymiz. Qorong'ulik yaqin orada yetib keladi. Men deymanki, ko'pchilik hushyorlikni o'stiringlar. Qorong'ulik pat orada yetib keladi, yaqin orada yetib keladi. Men deymanki, ko'pchilik hushyorlikni o'stiringlar. Bu qorong'ulik hozir davlat o'g'rilari deb davlat boshqarish o'rniga chiqib olgan xiyonatchilarga qaratilgan qorong'ulikmi yoki uning aksi ma'nosi
Tanguri yetib keladi degan so'z bilan Jungo xalqiga chiqargan stilistik vasıta bilan o'xshash shaklda aytayotgan fikr bu. Bu aniq emas. Govingoy 6 kuni Twitterda mundaq ko'rsatdi. Bu ya'ni biz sizlarga qilib so'zlagan Amerikaga josus avatish to'g'risida gap. Başta şunu sözüldük ha bu. Hazır bir yerde bu degende Govingoy şunu ko'z tutyapti. Bu hujjat 7 davlatning hukumat va adliya ministrliklari baholashidan o'tgan. Xitoy tilida va ingliz tilida tarqatilgan hujjat. Men har qanday kishining gumon qilishini va arz qilishini kutib turibman deydi Govingoy. Wol Kutsi gazeti mushu ish to'g'risida Jungo bosh elchixonasidan so'rab ko'rganda elchixona bu hujjatning rost yoki yolg'onchiligi to'g'risida va Govingoyning boshqa masalalar to'g'risida hech qanday javob qaytarmagan. Buni boshda Wol Kutsi gazeti shundoq dedi, endi Fransiya agentligi shundoq dedi. Washingtondagi o't yolqini Govingoy bilan Beijing o'rtasidagi mushu bir maydon bir-biriga munosib kelmaydigan. Biri kichik, biri cho'ng, biri kuchli, biri ojiz demakchi. Bir-biriga munosib kelmaydigan. Urushning bir birijigadir. Ya'ni bir shaxs butun Jungo bilan urush qilyapti, partiya bilan urush qilyapti dedi. Bu ajoyib bir qarama-qarshilik deydi Fransiya agentligi. Govingoy yolg'iz bir odam. Govingoy yolg'iz bir odam. O nayt zo'r bir siyosiy hokimiyatning qarish tarafida turibdi. O nayt zo'r bir siyosiy hokimiyatning qarish tarafida turibdi. O davlat o'g'rilari deb atagan kishilar hayot mamotlik huquqi berish yoki tartib elishdan iborat zo'r huquqni tutib turgan kishilardir. Hayotlik basimi kishilarga shular berdi, mamotlik basimi shu kishilarga shular berdi. Moshundaq huquqdor kishilar bilan hozir Govingoy bir odam yolg'iz yakka urush qilyapti demoqchi bo'ladi Fransiya agentligi.